Peshkom ikkinchi kunda ham boshlab oldik do'stlar. Biz hozir Namangan shahardamiz. Peshkom? Qayerga peshkom? Peshkom Rossiyaga. Jinni pinni bo'lib qolmaganmisizlar? Yo'q, Rossiyani o'rmonlari vahshiy bo'lyapti. Qanaqa qilib peshkom ketyapsizlar? Sherigim bor bu safar. Yo'q-e? Sherigi bilan. Pul-mulni qolsizlar? Yo'q, pulda yo'lda homiylar podeshya qilyapti. Biz ham ularni podeshya qilib oxirigacha bormoqchimiz. Yo'q-e? Reklama xizmatimi? Ha. Do'stlar, mana bugun meni birinchi kunim piyoda yurish, nediki ikkinchi kuni xudo xolisa reklama xizmatlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Reklama? Ha, aka, reklama. Do'stlar, piyoda meni birinchi kunim, Rossiyaga ketyapman. Mana Ravshan Xonagani ikkinchi kuni, Nedikda uchinchi kuni reklamalarsiz bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yorib boramiz. To'xtang, Nedik, mana o'tgan yil umraga borib keldingiz, birorta reklama olmadingiz-a? Yo'lda umuman Bu safar mana Rossiyaga ketilyapti. Reklamalar siz olasiz. homiylar bo'lsa Homiylar bo'lsa, ularni ham podpiskani ko'paytirib berasiz. Ko'paytiramiz. Ha, i brendini oxirigacha reklama qilib tanitib berasiz, ha? yetib borguncha. Yetib borguncha Rossiyaga.